Assalamu alaikum, dünyanın her qaysi joylaridagi aziz vatandaşlarım. Bugün sizlar bilan tarixiy bir xo'shallikni, tarixiy bir g'albini o'rtoqlashmoqchi. Balkim ko'p qisminglarning xabardor bo'lgandek 2017-yili Dünya Qurultiyi merkezi Londonda bo'lgan Yarshari Qonun To'ri merkezi tashkiloti bilan birlikda Angliya hukumatini, Angliya tamojnisini, Angliya Ichki ishlar ministerligini sotqa berish orqali Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning qon bedeliga kelgan tekstil mahsulotlarining Angliyaga kirishini cheklash uchun bir qonuniy harakat, qonuniy bir arz boshlatgan edik. 5 yil davom qilgan bu mujodilamiz, bu ko'rishimiz natijasida nurg'un egizpastliklar, agri to'qayliqlar, sotda yengilishlar, tekrar arz berishlar qatorliq natijalar bilan eng oxirida advokatlarimizning jafoli xizmat qilish natijasida, nurg'un materiallarni to'plash natijasida Dünya Qurultiyi rahbarlarining, Dünya Qurultiyi xizmatchilarining, jumladan Angliyadagi ishxonamizning ve bütün Uygur dostlarının bizni maddi ve manevi jihatdan qo'llashi bilan, xalqarodagi dostlarimizning, advokatlarimizning bizni bo'lgan chunqur hamkorlik bilan en oxirida mana bugun 2024-yili 6-oyning 27-kunisi bu sot g'albilik oxirlashib, bu sotda bizning utqanligimiz, g'albi qilganlik xabarini bir qancha minut ilgari topshirib oldik. Bu tarixiy bir xo'shallik. Bunun munosabati bilan bugun endi Uyg'ur majburiy emgigini to'xtatish, boshqa davlatlarning o'xshash bir qadam elishi, tunji qadamda Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik bo'lgan paxta mahsulotlarining, kiyim-kechaklarning Angliyaga kirishi tamoman cheklanadigan bir kun bu Xitoy hukumatini iqtisodiy jihatdan bilgan cho'ng bir zarba ve bizden xalqaro deb turayotgan qonuniy kurashlarimizning Uyg'ur majburiy emgigini to'xtatish, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishdan iborat bu kurashlarimizning tipik bir g'albisi hisoblandi. Bütün milletimizga xayrlik bo'lsin, xalqimizga xayrlik bo'lsin. Bizni bu 5 yillik haq huquq ko'rishimiz jarayonida qo'llagan bütün vatandaşlarımızga, bütün chet ellik do'stlarimizga, advokatlarimizga, sabtaşlarımızga, bütün milletimizga rahmat aytamiz. Hammamizga xayrli bo'lsin.